Keling, hozir siz bilan bir tajriba o'tkazamiz. Bilasizmi, bizning organizmimizda simptomlar, ya'ni belgilar beradi. Bosh og'rig'i, tilimizdagi oqarishlar nimadan dalolat beradi? Keling, siz bilan aynan yoki bizani juda ham qattiq yeyishni xohlaydigan narsalarimiz, sho'r, achchiq, kofe, ya'ni bu narsalar har doim bir kun emas, har doim ketma-ket uzluksiz iste'mol qilishni xohlaydigan organizm nimadan dalolat beradi? Keling, siz bilan shular haqida gaplashamiz. Agar sizda hadeb shokolad yegingiz kelayotgan bo'lsa, demak, bunda sizga magniy va magniy xelat, magniy B6 yetishmasligidan dalolat. U sizga ko'pincha stressni yengishda, juda ham ko'pchilik inson stressda bo'lgani uchun shokolad yegisi keladi ko'proq holatda. Bilasiz, agar bu shokolad yeydigan insonlar safida siz bo'lsangiz, albatta buni bilishingiz kerak. Sizda stress yetishmovchiligi, stress holatingizda magniy yetishmovchiligi mavjud. Sizda xuddi mana shunaqangi Faberlik mahsulotlarimizni bedabavka ovqatga qo'shimcha ravishda iste'mol qiladigan tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan magniy xelat va magniy B6 ni taklif qilaman. Bemalol ichib, o'zingizdagi simptomlarni yengishingiz mumkin. Chunki haddan ortiq shirinlik bu sahrga keltirib chiqaradi. Haddan ortiq shirinlik semizlikka moyillik keltiradi. Moyillik bor ham organizmda semizlikni keltirib chiqaradi. Bu holatda hoziroq ayollar yengilishimiz kerak. Bizda aynan ko'p non yegimiz kelayotgan bo'lsa, hadeb non emas, balki nonlik mahsulotlar, aytaylik somsa, xamirli mahsulotlar, somsa, manti, hadeb faqat xamirli mahsulotlarni iste'mol qilayotgan bo'lsak, bilingki, sizda vitamin B yetishmovchiligi bor. Buning uchun siz bezovta qilayotgan narsa vitamin B guruhiga yetishmayotgan mahsulotlarimiz ovqatdan energiyani miyamizga ovqat yetib bormayotgani hisobiga bo'lar ekan. Juda ham ko'pchilik bilamiz, kofe ichamiz, to'g'rimi? Kofe energiyani tetik qiladi, uyqumizni yo'q qiladi, uyqumizni ochirib oladi deymiz. Aslida bu qanchalik to'g'ri? Bu nimadan dalolat beryapti? Bilsanglar, kofe tufayli bizda fosfor, oltin guruh va magniy yetishmovchiligidan kelib chiqargan bu holatda. Ko'proq uyqumiz keladi, tezroq charchab qolamiz. Uy yumushligi dankasa bo'lib qolamiz, ishimizni qilgimiz kelmaydi. Bu nimadan dalolat beradi bilasizlarmi? Bu aynan bizga yetishmovchiligi. Ayollar uchun vitamin force kompleksimizda bor, mineral force kompleksimizda ayollar uchun, agar erkaklar bo'lsa, erkaklar va erkaklar uchun bor. Va bizga vitamin kompleksidan tashqari multivitamin, erkaklar uchun multivitamin, ayollar uchun ham alohida multivitamin bor. Va bizga mana shunaqa kokteyllarimizni iste'mol qiladigan bo'lsak, bizning shunaqa tetik his qilishimizga yordam beradi.